Assalomu alaykum, hurmatli aziz bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Assalomu alaykum, ahli O'zbekiston. Bugungi videomni men sizlarga oxirgi vaqtlar kelayotgan savollarga atab tayyorladim. O'zi anchadan beri o'ylab yurardim shu videoni qilishdi, lekin bu savolga men ilgari videolarimda javob bergan bo'lsam-da, keyingi vaqtlarda aholimizdan, yoshi katta aholimizdan, nisbatan yoshi katta aholimizdan ko'p savollar tushyapti. Bu savolni shunday bir gapga keltirishimiz mumkin. Domla, koronagrafiya invaziv metodi necha marta qilinishi kerak stentlash uchun? Yoki stentlash uchun necha marta koronagrafiya amaliyoti amalga oshirilishi kerak degan savol. Albatta bu savol yo'q joydan kelib chiqmayapti. Keyingi vaqtlarda ayrim xususiy, ayrim ko'proq mana bu davlatning klinikalari yosh, demak, o'sha invaziv metodda amalga oshiradigan shifokorlar bir qancha bepul ham diagnostik koronagrafiyaga bemorlarni taklif qilyapti. Bunga olib borib qilinyapti. Shuning uchun bemorlardan savol tug'ilyapti. Yurak ishemik kasalligi bor, infarkt bo'lgan bemorlarimizdan shunday savol tug'ilyapti. Domla, necha marta koronagrafiya usuli qilinishi kerak stentlash uchun? Stentlash uchun necha marta koronagrafiya amaliyoti amalga oshirilishi kerak? Albatta, bunga javob berishdan oldin biz koronagrafiya invaziv, ya'ni arterial o'mrov tagi yoki boshqa arterial tomir orqali yurak tomirlariga, tosh tomirlarga kirib boradigan metod bo'lganligi uchun buni nomi invaziv, ya'ni tomirlar orqali yurak tosh tomiriga borib qilinadigan amaliyot hisoblanadi. Demak, avval bu savolga javob berishdan oldin biz koronagrafiya metodining asosiy, demak, nima maqsadda qilinishi, maqsadi, sel deyiladi, maqsadiga to'xtab o'tamiz. Buning maqsadi ikkita: diagnostik va davolash. Diagnostik va davolash. Ikkalasi ham shoshilinch holda qilinishi mumkin. Demak, diagnostik tashxislash uchun tosh tomirlarni va davolash uchun ikkalasi ham shoshilinch holda qilinishi mumkin. Mana bu kirish so'zi bo'ladi. Endi koronagrafiya amaliyotini shoshilinch qilganda ham, diagnostik qilganda ham, rejali qilganda ham maqsad doimi shu toraygan yog' aterosklerotik tugunchalar bilan toraygan yurak tosh tomirlarini kengaytirishga yo'naltiradi. Kengaytirgan joylarni ko'rish va stentlash mumkinmi yo'qmi degan savollarga javob beradi. Demak, tushunarli holat. Bu diagnostik tashxislash, davolash va shoshilinch. Endi o'z yo'nalishi bo'yicha, ya'ni amaliy yordam yo'nalishi bo'yicha bu shoshilinch va rejali. Shoshilinch qachon qilinadi, azizlarim? Shoshilinch bu 24 soat ichida insonda infarkt yuz bergandan keyin yurak mushagining tosh tomiri 90%, 80% yopilganda shu tosh tomir qon bilan ta'minlayotgan yurak mushagi demak infarktga uchraydi, ya'ni o'ladi, nekrozga uchraydi. Shu tomirni tiklash uchun 24 soat ichida qilinadi shoshilinch. Infarkt, miokard tashxisi qo'yilganda 24 soat ichida. Savol tug'ilishi mumkin. Domla, 24 soat kutib o'tiriladimi? Bu orada nima qilinadi? Albatta, tez tibbiy yordam 15 minutda yetib boradi, EKG qiladi va infarktni aniqlaydi. Unda tromboliz 106 hukumatimiz Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'i asosida tromboliz qilinadi. Geparin 20 mingdan 40 minggacha, 1,5 ming 2000 yilda bu demak streptokinaza degan trombni erituvchi dorilar yuboriladi va qisqa narkoz ostida, og'riqlantirish ostida to klinikaga yetib borguncha, demak 1-soatdan to 12 soatgacha, 1-minutlardan to 6 soat, asli 6 soatgacha bu tromboliz qilinadi. 12 soatgacha qilinishi mumkin. Tromboliz natijasida trombning yumshoq qismi, asos qismi eritiladi, yo'qotiladi va u parchalanishi mumkin. Shuning uchun tromboliz to'liq trombni
yurak tosh tomiridagi, yurak mushagiga borgan yopilgan tomirni to'liq tiklamaydi. Shuning uchun tromboliz 106-buyruq asosida davlat talab standartlari bilan infarkt bo'lgan odamda qilingan tromboliz tez tibbiy yordam yo shoshilinch yordamida qilingan. Bu to'liq tiklamaydi. Shuning uchun albatta kardiografiya qilinib bu tomir tiklanishga harakat qilinadi. Demak, birinchi soatlardan, birinchi minutlardan 6 soatgacha tromboliz, 12 soatgacha, 24 soatgacha kardiografiya qilinib, ballonni yoki o'sha tosh tomirlar toraytirgan aterosklerotik tugunchalarni parchalarini olish, ballon, ya'ni havo yo'l pufakchasi bilan havo yo'llab toraygan joyga kengaytirishga harakat qilish, ballonni plastika deyiladi va izidan stent qo'yish iloji boricha. Mana shu amaliyoti qilinish kerak trombolizdan keyin. Demak, infarkt bo'lgan odamda o'tkir infarktdan keyin tromboliz birinchi soatlarda va 24 soat ichida kardiografiya qilinib, demak, tomirlar tozalanib, stent qo'yilishi kerak. Mana bu standartda ko'rsatilgan. 2017-yilda qabul qilingan standartda shu narsa ko'rsatilgan. Demak, shoshilinch yordamlari ham shuni tashkil bo'lgan. Shoshilinch yordam markazlari viloyatlarda, tumanlarda filiali, Toshkent shahrida markazi, viloyatlarda filiallari, shoshilinch tez yordam, shoshilinch yordam, ekstren shoshilinch yordam. Ana tushunarli holat. Bu demak shoshilinch kardiografiya usuli shunday. Endi albatta bu narkoz bilan qilinadi. Bu shoshilinch bo'lgani uchun ham bunda to'liq kardiografiyagacha bo'lgan tahlil tekshirishlar qilishga sharoit iloji yo'q. Bu tushunarli holat. Lekin baribir insonning hayotini saqlab qolish uchun mana shunday qilinadi. Buni tushundik. Demak, tromboliz birinchi soatlarda infarktdan keyin va 24 soatgacha kardiografiya tomirning o'tkazuvchanning tiklash, tromblardan tozalash va iloji bo'lsa stent qo'yish. Bu tushunarli. Endi rejali haqida gapiramiz. Ko'proq qilinadigan kardiografiya va stentlash bu rejali hisoblanadi. O'rtacha 85% bu rejali, 80% rejali qilinadi. Rejali degani nima degani? Rejali degani iloji bo'lsa bir martalik kardiografiya usulida o'zida stent qo'yish kerak. Buning uchun bemor tayyorlanib borish kerak. Shuning uchun azizlar eshiting, yaxshilab o'tirib olib, men gapni eshiting. Demak, rejali kardiografiya usulini bir marta qilishni o'zida stentlash amaliyoti amalga oshirilsa yaxshi bo'ladi. Standartda ham shu ko'rsatilgan. Bemorni 2 marta ovora qilishni o'rniga va iqtisodiy xarajatlarni bemorga va davlatga sarflashni chek qo'yish uchun bir marta kardiografiya qilish usulini o'zida, amaliyotni o'zida stentlash amaliyoti amalga oshirilishi kerak. Buning uchun bemor tayyorgarlikdan o'tib kelishi kerak. Umumiy qon tahlillari, qand miqdorini aniqlash, gepatit va boshqalarni aniqlashdan tashqari bu umumiy tekshirishlar. Asosiy quyidagi tekshirishlar qilinishi kerak. Stent qo'yish uchun birinchi bor kardiografiyani rejali qilishda stent qo'yish uchun quyidagi eng asosiy tahlil tekshirishlar qilinishi kerak. Qaysilar bu? Bu yurak ehosi, yurak uzisi deyiladi xalqimizda, tibbiy tilda yurak ehosi, yurak tosh tomirlari dopleri va kalsiy indeksini aniqlash. 3 ta tekshirish qilinishi kerak. Kalsiy indeksini aniqlash, demak, multispiralni kompyuter tomografiyada qilinadi. Hozirgi 4-5 avloddagi MCT hammasi buni amalga oshiradi. Shaharda ko'payib ketdi hozir. Hamma joyda qilinadi. Va katta klinikalarımızda hammasida qilinadi. Demak, 3 ta tekshirish bo'lishi kerak. Bu yurak uzisi, dopleri, yurak tomirlari, aorta, yurakdan chiqqan tomirlar va kalsiy indeksini aniqlash MCT. Mana bunda aniq bo'ladi. Demak, ekigilar aytib o'tirmayapmiz, bu tushunarli. Va o'sha yashash hududidan oilaviy shifoxona, oilaviy poliklinikadan o'sha ambulator kartasidan ko'chirma oilaviy shifokor beradi va o'sha eho protokoli, tekshirish protokoli, Doppler, yurakdan chiqqan tomirlar, yurak tosh tomirlar Doppleri va kalsiy indeksi, tosh tomirlardagi kalsiy indeksi. Bu MCT qilinadi. 3 ta tekshirish bilan borsangiz, sizga aniq bo'ladi. Nechta stent qatga qo'yish mumkin yoki stentga hojat yo'q. Yoki stent talabga javob bermaydi, aorta koronar shuntirini kerak. Mana shu savollarga javob bo'ladi. Demak, nechta stent qo'yish kerak? Stent qo'yish kerakmi? Stentga moyilmi yoki akshi qilish kerakmi? Mana bu savollarga javob beradi. Bundan tashqari
qanaqa narkoz turlarini tanlash ham qisqa, uzoqroq bu aniq bo'ladi. Shuning uchun azizlarim, rejali koronagrafiya albatta bir marta qilinishi kerak va stent qo'yilishi kerak. Rejali koronagrafiya 2-3 marta qilinishi bu noto'g'ri hisoblanadi. Bu iqtisodiy tomondan bemorga albatta bu jismoniy zarar, albatta bu operatsiya hisoblanadi. Invaziv operatsiya. Va stress bemorning demak ahvoli ham tiklanishi kerak va mana shuning uchun ham ayniqsa o'sha bemorga jismoniy zarar va iqtisodiy ham hukumatga bepul qilinayotgan bo'lsa, yo'llanma bilan ham bemorga agar pul qilinayotgan bo'lsa, bu noto'g'ri. Rejali koronagrafiya bemor tayyorgarlikdan o'tib, bu tayyorgarlik qiyin emas, bir necha kunda tayyorgarlikdan o'tib, boshqa analizdan tashqari yurak o'zisi, ehosi, yana qaytarib aytyapman. Yurak tomirlar, tosh tomirlar va yurakdan chiqqan katta tomirlar, aortaning dopleri va yurak tosh tomirlar, demak, kalsiy indeksini aniqlab, MCTda protokollar bilan oilaviy poliklinikadan, demak, ko'chirma ambulator kartasidan borib, o'sha xususiy klinikami, davlat klinikasidan rejali koronografiyada birdan stentlash amaliyoti amalga oshirilishi kerak. O'zi bu tekshirishlar aniq bo'ladi. Nechta stent qo'yish kerak? Qanaqa stent qo'yish kerak? Nechta joyda necha foiz torayish bor tosh tomirda? Va stentlash amaliyoti kerakmi, yo'qmi o'zi asli? Kerak bo'lsa, nechta kerak va yoki stentlash amaliyotiga hojat yo'q, yoki stentlash amaliyoti yordam bermaydi, aqsh qilish kerak. Mana shu savollarga javob bo'ladi. Azizlarim, mana shu tushuncha. Demak, eslab qolish kerak. Siz agar rejali, sizda shoshilinch holat yo'q, sizda yurak ishemik kasalligi bor, birinchi yil o'tkazgan infarkt bor, yo infarkt oldi holatlari bor. Mana bularda rejali, demak, koronagrafiya plus stentlash amaliyoti amalga oshiriladi. Rejali koronagrafiya albatta stentlash yoki ballonni o'sha qon tomirlarga kirib borganda ballonchasini shishirib, o'sha yopilgan, toraygan joyni kengaytirishga harakat qiladi. Ballonchani shishirishdan oldin old tarafiga zondtik ochadi. Shishirayotganda ajralib chiqqan parchalarni ateroskleroz pufakchalaridan pufakchalardan yorilib chiqqan parchalarni zondtik o'ziga ushlab qoladi, filtr, va zondtikni yopib chiqib ketadi, tozalab. Bu ballonni, lekin ballonni plastika hammaga yo'l kelavermaydi, qo'l kelavermaydi. Shuning uchun stent qo'yishga majbur bo'linadi. Agar 70% undan ziyod, demak, torayishlar bo'lsa. Demak, azizlarim, yana bir bor oxirgi marta takrorlab aytamiz. Rejali koronagrafiya usuli iloji boricha bemorlar tayyorgarlikdan o'tib kelib, koronografik stentlash yoki ballonni plastika amaliyoti amalga oshirilishi kerak. degan maqsadga qilinadi. Shu maqsadda qilinadi. Shuning uchun siz avvalambor tayyorgarlik ko'rib borishingiz kerak. 3 ta asos tekshirish kerak, 3 ta, ko'p emas. Bu yurak ehosi UZIS deyiladi. Yurak tosh tomirlari va aorta dopleri va kalsiy indeksini aniqlash. MCTda. Uchalasi bilan borsangiz, tayyor, sizga demak stent tayyor bo'ladi va bitta koronografiyani o'zida stentlanadi. Mana shunday azizlarim. Yana savollar tushgan, nostabil stenokardiya. Nostabil stenokardiya bu stenokardiya xurujlarining tez takrorlanib turishi, bir kunda bir necha marta. Va undan tashqari yurakda o'zida har xil aritmiya blokadalar, yurak yetishmovchilik alomatlari, bular tez takrorlanib turishi va funksional klass, yurak funksional klassi bor, yurak ishemik stabil stenokardiyada. Bu bir yil bir qancha oy ichida bemorning demak 3-4 funksional klassgacha, ya'ni ozgina harakatda ham yurak xurujlari, stenokardiya og'riqlari, unga tenglashtirilgan ekvivalentlar, hansirash, yurak urib ketishi, havo yetishmasliklar tez takrorlanib turayotgan bo'lsa, jismoniy harakatda bu nostabil stenokardiya deyiladi. Nostabil stenokardiya ham xuddi infarkt kabi yordam ko'rsatiladi. Bam-baravar ikkiga qarab diagnoz qo'yilib, podyommi, elevatsiyami va demak shunga qarab yordam ko'rsatiladi va rejali yoki shoshilinch, ko'pincha rejali demak koronagrafiya stentlash amaliyoti amalga oshiriladi. Yana savollar tug'iladi. Biz stentlagandan keyin menda ko'p o'zgarish bo'lmadi, domla. Nima uchun? Stentlash amaliyoti yoki ballonni plastika
yurak tosh tomirlarida bo'lishi mumkin bo'lgan infarktni oldini oladi. Mana bo'lishi mumkin bo'lgan. Shu yerda 80%, 90% yopiq joyga, demak, balonni plastika bilan bilyashkalar, pufaklar olib tashlanadi va stent qo'yiladi. Umuman kasallik qoladi. Boshqa tosh tomirlarda ham bor. Demak, lipidni aterosklerotik pufaklar va ular rivojlanishni davom ettiradi. Shuning uchun ham yurak ishemik kasalligi bu 96% holatda, 96% holatda yurak ishemik kasalligi bu yurak tosh tomirlari aterosklerozi. Yurak tosh tomirlari yog' kislotalari yig'ilishi, zararli yog' kislotalari yig'ilishi aterosklerotik pufakchalarga paydo bo'lishga olib keladi. Ular 50% va undan ziyod yopa boshlaganda yurak, demak, stenokardiya xurujlari, unga teng bo'lgan ekvivalent belgilar paydo bo'ladi. Hansirash, jismoniy harakatda, nafas siqishi, havo yetishmasligi, yurak urib ketishi, yurakda og'riqlar, bular stenokardiya xurujlari deyiladi. Mana bunday holatlarda albatta kardiologga murojaat qilinadi va kardiolog hujjatlar qilib, tekshirishlar qilib, sizni, demak, o'sha kardiografiya, stentlash amaliyoti kerakmi, yo'qmi degan savolga javob beriladi. Albatta, noinvaziv, hali stentlash qilmasdan turib, echo, doppler, yurak tosh tomirlari kalsiy indeksini MCT'da aniqlash 90%, 95% aniq tashxis qo'yadi. Sizga stentlash kerakmi, yo'qmi? Sizda kritik torayishlar, 70-80% torayishlar bormi, yo'qmi yurak tosh tomirlarida? Bu juda ham zarur, azizlarim. Nega deganda, bu yosh o'tgan sari, demak, bu kasalliklar, yurak ishemik kasalligi, bu yurak tosh tomirlarini torayishga albatta olib kelish ehtimoli juda katta. Hozirgi zamonda eng ko'p, demak, o'limga sabab bo'layotgan yurak qon tomir kasalliklari, buni yaxshi bilasiz. Shuning uchun mana shunga javob berdik, albatta. Demak, o'sha boshqa tomirlarda ham stent qo'yilgandan tashqari boshqa tomirlarda ham mana shu holat rivojlanmasligi uchun ham siz davoni davom ettirishingiz kerak. Ya'ni tekshirishlardan tashqari lipid spektr, ya'ni xolesterin tarkibini tekshirish, koagulogrammani tekshirish, ya'ni qonni o'tish, qonni sevortimizga javob beradigan faktorlarni 5 ta, 7 ta faktorlar tekshirib turish, har 3 oyda, 6 oyda shunga qarab qondagi yomon sifatli lipidlarni kamaytiradigan dorilarni olib borish kerak. Doimiy, mudom 60 yoshdan keyin, 70 yoshdan keyin, 50-55 yoshdan keyin sizga yurak ishemik kasallik tashxisi qo'yilgandan shu davolarni davom ettirishga, tekshirishlar, tahlil tekshirishlar, shunda infarkt, insult bo'lishini oldini olish mumkin. Buning boshqa iloji yo'q. Demak, bugun javob berdim deb o'ylayman. Rejali kardiografiya albatta bir martada stent qo'yilishi kerak. Shoshilinch, endi bu demak, shoshilinch holatda hamma usullar foydali. Ayniqsa, demak, tromboliz va stentlash qilinaveradi. Kardiografiya qilinaveradi. Rejali tayyorgarlik ko'rib qilingani uchun bir martaning o'zida, bir marta kardiografiyaning o'zida stent qo'yilishi kerak va hal qilinishi kerak. Bu, demak, AQShga moyilmi, yo'qmi? Rahmat azizlarim, savolga javob berdim deb o'ylayman. Savollar kutib qolaman. Demak, necha marta kardiografiya qilinishi kerak stentlash uchun? Rejali kardiyografiyada bir martaning o'zida stentlash kerak. Bu to'g'ri metod bo'ladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.